Ақсарайның баянатчысы Jin Saki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining kelar hafta Amerikaning Alyaska shtatida Xitoy bilan o'tkaziladigan suhbatdagi muzokara temalarining biri ekanligini bildirgan. Jin Saki Ақсарайның 11 mart kunidagi qarorlik axborot yig'inida "Men Uyg'ur musulmonlarga qartilgan irqiy qirg'inchilikni hal qilishning kelar hafta Xitoy bilan o'tkaziladigan bevosita suhbatdagi muzokara temalarining biri ekanligini bilaman" degan. Addressing the genocide against Uyghurs Muslims is something that will be a topic of discussion with the Chinese directly next week. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bilan davlat xavfsizlik maslahatchisi Jack Sullivan Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti siyosiy bürosining tashqi ishlarga mas'ul a'zosi Yang Jiechi va tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan 18 mart Alyaska shtatida suhbat o'tkazdi. Bu ikki taraf yuqori darajalik amaldorlarning 2020 yili 7 oydan beri tunji qitim uchrashishidir. Jin Saki yana mundaq degan. Albatta biz Amerikaning boshqa sheriklari bilan hamkorlashib, Xitoyga texmo besim ishlatish yo'lini izlaymiz. Biz shundaqla bu masalani bevosita o'tirg'a qo'yamiz. Bu kelar haftadagi suhbatning bir temasi bo'ladi. What is happening is genocide, and we'll look for opportunities to work with other partners on putting additional pressure on the Chinese, but we will also raise it directly, and it will be a topic of discussion next week. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Price'ning bildirishicha, suhbat yana Hong Kong, Tayvan, Janubiy dengiz masalalari muzokara qilindi ekan.